Tadbirkor elga madadkor degan ajoyib bir naql bor. Bugun respublikamiz dehqonlari nafaqat paxta, g'alla yoki boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlarini xalqimiz dasturxoniga tortiq etyapti. Balkim mana shunday issiqxonalarda ertapishar pomidor, bodring, qulpinoy va boshqa sarxil mevalarni ham yetkazib beryaptiki, bu albatta quvonarli. Denov tumanida faoliyat ko'rsatayotgan Akram Agzamov tadbirkorimizni bir necha yillardan buyon qilingan harakatlari, olib borayotgan ishlari o'zining samarasini berganligini ko'ryapmiz. O'tgan yili mana shu dalalardan, mana shu issiqxonalardan olingan foyda evaziga yana mana shunaqa chiroyli pomidorning yangi bir navlarini parvarish qildi va parvarish qilyapti. Bu albatta yildan yilga tajriba orttirayotgan tadbirkorimiz o'zining daromadlar manbaini ham kengaytirib boryapti. Denovga yo'lingiz tushsa, mana shu mo'jazgina issiqxonada, mo'jazgina ham emas, bu kamida 8 gektar yerda yastanib yotgan juda chiroyli issiqxona. Mana shu yerga kelib tadbirkorning faoliyati bilan tanishishingiz mumkin.